shu sochni videosini qo'ygandim. Juda ham ko'p kommentariyalar kelibdi. Natijasi qanaqa bo'ldi, poslisini ham qo'ying deganlar uchun poslisini qo'ydim. Bu qizimiz operatsiya bo'lganlar, o'shandan keyin sochlarini taramaganlar. 3-4 oy taralmagan soch. Sochlarini chiginni yechdim. Undan keyin sochlarini keratin qilib berdim. Keyin sochlarini yuvib, quritdik. O'zlari quritdilar. Ko'ringlarchi, natijani qanaqa chiqqanini fikrlaringizni kommentariyada kutib qolaman. Hammalaringizga katta rahmat e'tiborlaringiz uchun. Juda ham zo'r kommentariyalar yozibsizlar. Hammalaringizga rahmat. Keratin bo'yicha yo shunaqa sochingiz chigim bo'lsa, bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. Nomerim 90lik 070 37 77. Adres Qarshi shahar. Fikrlaringiz kommentariyada kutaman.